Assalamu alaykum, sevgili Molan Mustafa xayrli olsun. Bugün biz bir kitap tavsiyesi var. Ben bugün şu kitapni sizlar bilan o'rtoqlashaman. Uyg'ur tadqiqot instituti tarafidan tayyorlangan va nashr qilingan Xolid Chil tarafidan yozilgan Ali İzzet Bigochi, erkin ve yetuklidir. Ali İzzet Bigochi degan kitobni tavsiya qilaman. Men kitap ichidagi bir qancha o'zimga ta'sir qilgan mazmunlarni bahrlab qo'ysam, ijtimoiy o'zimniki to'rda nechalan bu kitap qaysi kitap deb so'raganlar bo'ldi. Bugun shu kitobning ichidagi ba'zi mazmunlarni sizlar bilan birga o'rtoqlashgach kitap tavsiyasini boshlayman. Ali İzzet Bigochi bu odam o'zi Bosniyaniki zo'ntongi o'ziniki kitobninki yazilish usuli bizning an'anaviy shakldagi tarjimal, ya'ni biografik kitoblardan farqli holatda yozilgan. Qanday desanglar, kitobda o'zining yozuvchi avtor tasavvuri voqeliklarni qarashtirish bu shakllar orqali avtorni gavdalantirmasdan balki avtorninki turmada yotgan yoki keyin so'zlagan nutqlari, yozgan kitoblari degandeklar orasidan naqllab turib, bu zot qanday odam, nima o'ylaydi, nima qilgan, asosliq Ali İzzet Bigochininki bütün ideyasi, tushunchasi, uning ruhiy dunyosini bizga yoritib berishga tirishgan. Shunga kitob bilan normal roman o'qib ko'nganlarga nisbatan sal zerikishlik tuyulishi mumkin, ammo kitobdagi har bir jumla xuddi kitob o'qish xotiramizga ko'chirmoqdek islom ideyalari, dunyo tushunchalari, shunaqla o'ziniki bir musulmonlik burchi, bir insonlik burchini ado qilish jarayonidagi keskin irodasi va kurashlari odamni haqiqatan zilzilaga soladi. Asli Bosniya Osmonlininki ta'sir doirasidagi rayon. Keyingi vaqtlardagi kurash jarayonida asta-asta 1878-yilda turklar Bosniyadan chekinadi. Undan keyin idariy jihatdan yana 30 yilga yaqin Bosniyadagi hukmronligini saqlab qolgan. Biroq 1908-yilga kelgan vaqtida Anayks shartnomasi deydi. Bu imzolangandan keyin Türk sultanining Bosniyadagi hukmronligi butunlay oxirlashgan. Hozir qaraydigan bo'lsak, biz hozir turayotgan Turkiya bilan ayni chog'dagi Osmonlininki coğrafiyalik territoriyasi jihatdan osmon zamin farq bor. Coğrafiyalik territoriyasidan halqagan dunyoviy ta'siri bilan bugungi kundagi Turkiya o'rtasida osmon zamin bir farq bor hamdir. Bu adam 1945-yili kommunist hokimiyati tarafidan, ya'ni ruslar bormismi? Ular tarafidan tutilib majburiy askarlikka avatiladi. Armiyada bir yil harbiylik tuturdi. 46-yili qamoqqa hukm qilindi. Deydi, bir gapi shunda ta'sir qilarliqchi. Men deydi, hayotimda har sharda bir xayr bordir. Har xayrliqqa degan gapga bek ishonaman. Biz ko'zimizga yaxshi bo'lib ko'rinmagan bir ishning keyinda yoki yomon ko'ringan bir ishning keyinda bir yaxshilik bo'lishi mumkin deb. Shu vaqtda 1946-yili qamoqqa hukm qilingan vaqtini deb, agar shu chaqda men turmaga kirib ketmagan bo'lsam, kim mening o'rnimga bu bir islom tashkilotini tashkillaydigan yosh vaqtlarda shunday ishlarni qildi. O'rnim kelgan bolani o'limga hukm qildi deydi. Ayni chaqda men turmaga kirganda hammalar shunday ahurib ketdi, ajab tutildi, mushta bo'ldi, anda bo'ldi deb. Lekin menden keyingisini ular o'limga hukm qilyapti. Demak, men turma orqali hayotimni saqlab qolgan bo'ldim. Bu hikmatni keyinchi Allohning bu hikmatini biz keyinchi bilgan bo'ldik deb. Undan keyin 1949-yil jazo muddati to'shib turmadan chiqdi. Chiqqandan keyin Xolida xonim bilan uylandim. Meningki 2 qiz, 1 o'g'il, jami 3 farzandim bo'ldi deydi. Yezigilik fakultetiga berib o'qidim deb. Asli qonunda o'qiyman deydi. Chunki siyosiy bilan, hokimiyat bilan va bu dunyoni o'zgartiradigan, bu dunyoninki nachar, razil, bu qorong'u taraflarini o'zgartirish uchun qat'iy haqiqiy adolat uchun kurash qilish Ali İzzet Bigochininki hayoti g'oyasi. Ammo
kitapning ismida Aliya İzzet Bigochi deb yozilgan. Balkim bu kitapninki aslisiga hurmat qilish uchun shunday yozilgan bo'lishi mumkin, ammo bilasizlar, oxirga yev f qo'shimchalarini qo'shish yoki ova mundaq ayol kishi bo'lsa, masalan, Nurbekova degandek, Aliya degani erlarning oxiriga keladigan, masalan, Musabayev deydi-ku burun. Biz Musabayevlar jamiyati deydi, keyin Yov qo'shimchasi Ruslarning majburiy tangan qo'shimcha, bu qo'shimchalar ilinib ketish kerak degan narsa bilan bizdagi jamiyat hozir Musabay deyiladi deb men 2010larda bir belugda shularning nimasidagi qaysi bo'g'iydi bir Musabaylar jamiyati birisi bilan ko'rishgan vaqtimda sizlar Musabayevlar shumi desam, biz sizga hozir of qo'shimchasini olib tashlab etdik, chunki bu Uyg'urlar xos bo'lgan narsa emas deb ashuna degan. Shunga o'xshash bu yerdagi Aliyu, ya'ni men Aliya deb olibdi, shu turkchadan tarjima qilingan bo'lgan ekan. Ali İzzet Bigochi asli to'g'risi shu. Keyin bular uydagileri bu nasihat qilib deydiki, sen bo'ldi bir qatim turmaga kirding, buningga yeding, endi bir eshakni bir qatim tutqa yakishgacha qatim tiqmaydi, bo'ldi qil. Ammo tiqdi. Shu Yezilik universitetiga o'qishga kirdi. Ammo o'qib bo'lib shu 52-yili Qonun fakültetiga qayta yana alınışıp ketidi. Yezilik fakültetida xeyli o'qib bo'lgandan keyin Qonun fakültetiga alınışıp ketidi. 56-yili Qonun fakültetini 1956-yilda Qonun fakültetini bitirib o'qishini tamomlaydi. 63-yili advokatlik imtihon berdi. Deydi, mening kasbiy hayotim birsi shu ikki turga bo'lishga bo'ladi. Birsi shu tosma inshootida boshqaruvchi bo'lib ishladim Qartog'da deydi. Toplagan tecrübelerimni keyingi vaqtlarda hayotim bo'yicha jiq foydasini ko'rdim. 64-yildan boshlab advokatlik xizmatimga qaytdim va cho'ng shirkatlarda qonun maslahatchisi bo'lib ishlab 1981-yili pensiyaga chiqdim deydi. Bu jarayonda islom haqida nurg'un maqolalar yozdi. Dangliq asarlardan İslam Xitobnomasi bilan Sharq va G'arb orasida islom deydigan ikki kitobi bor. Va Sharq va G'arb orasidagi islomni Sochiya Islom tadqiqot markazi tarafidan tarjima qilinib, tayyorlanib, nashr qilinib, undan keyin ovozliq asrim, ovozliq nusxasi chiqibdi. Oqshom nima qildi? Haqiqatan Alloh ulardan rozi bo'lsin. Bu kitobni men o'qig'im bati topolmay turgandim. Ma'u Safaköydagi o'qig'in kutubxonasida kitob bakin qattiq tashliq bir kitap. Sharq va G'arb orasida islom degan. Bu kitap 74-yildan 75-yilgacha bo'lgan araliqda yozilgan kitap. Men mushu Ali İzzet Bigochi degan kitobni tavsiya qilishdan sirt, mushu ikki tane kitobni Islom Xitobnomasi va Sharq G'arb orasida islom degan mushuni o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Uni keyingi vaqtlarda o'zim tafsili o'qib bo'lgandan keyin bir qatam bu chaqda tavsiya qilaman. Endi Sharq va G'arb orasidagi islom degan vaqtida bugungi dunyoda shu insonlar butunlay masalalarga qo'sh bisliq, hatto ko'p bisliq muomala qiladi. O'ziga kelganda bir xil, bizga kelganda bir xil. Erkinlik, demokratiya, u bu deb to'xtamay iliqqa jar soladi. Ammo insonlarning erkinligiga to'xtamay tajovuz qildi. Misol Türkiye'de mesela şu özümüz yaşayotgan bir meselede desem, biz psikologiyada bugünkü gündeki bolalar terbiyesinde yoki insonlarning o'zini tarbiyalash jarayonida mana bir narsa bekchiq tashabbus qilamiz. Masalan, o'z-o'zi bilan inoq yashash, o'zini qabul qilish, o'zini suyish, ya bo'lmasa boshqalarga manda deydi. Meni men suputimda suy. Masalan, beni her şeyimle kabul et deydi. Yaxşılarım bilan, yomonlarim bilan, menga etiketlemeden yoki menga anda bo'lgan bo'lsang yaxshi ko'rdim yoki menda bo'lgan bo'lsang yaxshi ko'rdim, meni sharsiz yaxshi ko'raydi. Buni hamma yerda tashabbus qildi va to'g'ri deb qaraydi. Ammo haqiqatan o'ziga kelganda sharsiz yaxshi ko'ramdi. Masalan, o'zining jinsini qabul qilmasligini deyli. O'zini nima uchun sharsiz yaxshi ko'ramaysiz? Sening yorilishingda yaratilgan bu xil narsani nima uchun qabul qilmay o'zgartish uchun eng burun o'zingni qabul qilmagan odam sen ya, masalan. Hamma odamga deydi, ammo eng burun eng yo'g'indan hech inson o'zi
so'ralmaydigan, o'zining ilkida bo'lmagan shu narsalar haqida bugungi kunda cho'ng dunyoviy tashkilotlar bo'lib shakllanib, bayramlar qilinib, masalan, tunugun to'rda Amerikadagi LGBTlar haqida, masalan, bolalarning o'zining jinsiyatini tanlash erkinligi, boshlang'ich maktabgacha tushirilganligi, bu o'sha narsalarni yozmalarni o'qidim. Shundaq Xudoyim saqlasin dedik. Endi nima degan vaqtida insonlar shundaq qo'shbisliq. Masalan, ayollarninki ozodligi, ayollarga hurmat qilish, andaq-mandaq deydi. Bu masala kelgan vaqtida yalang'ochlar bu masalani o'zi bak ta'kidlab ketadi. Lekin bir kim qo'pib sen yalang'och beshing ochiq ayron ichib qo'yibsan, mayron ichib qo'yibsan deb, masalan, maviyada bir-birininki hayotiga daxl taruz qilamdi. Masalan, bir yog'liqlik ayollarning qo'pib beshi ochiq ayollarda sen beshingni changirek ichib nima qilsa deb chechini tutib yaga urg'unni biz masalan angladikmi? Anglamadik. Men yaşayotgan Türkiye'ye nispeten davet mecma endi qo'pibma İran islom ellerini tatib kirmanglar. O'zimiz yaşayotgan majug'rafiyalik sharoitga asosan misol elyapman. Ammo lekin o'rinadigan yog'liq ayollarni yo'lda mesela o'tgan qitimda bir ishga bo'lmadi tehi. Haqasingdaklarningki sababidan biz shu kunni ko'ryapmiz deb yo'lda bir yerda to'sib urdi. Bir beshi yepilgan bir o'rangan bir ayol. Yani insanlar nurg'un holatda mana shunday qo'shbisliq ishlarga aniqlik berdi. Unda bo'lgandan keyin bizningki islom haqidagi tushunchalarimiz, islom masalan demokratiya, adolat, inson huquqlari bu degandek bu narsalar bizningki haqiqiy sap islomiy nuqtadan qaralishi, dunyodagi o'zimizning o'rnini to'g'ri bir shaklda yerlashtirishimiz kerak. Bu narsa menimcha shu kitobda bak yaxshi. Men ancha munchalik o'qigan yerlarimdan shu istiqoga keldim. Yani anglagan yerlerimden çünkü YouTube'dan anglavatım kitapның özünü tapamadım. Aşı günü okuğun kütüphanasındaki söhbet jarayonida azraqlam kitapniki bir kichkina yerini ko'rgan bo'ldim, lekin tafsili o'qigandan keyin yana bir qaytam kitap haqida sizlar bilan o'rtoqlashaman. Yani demakchi o'g'limda bu shu ikki kitobi Elizabeth Begochininki hayotini faqat va faqat bir siyosiy hayoti din chiqqan holatdagi islomiy hayoti va hayot tushunchaları o'zining ko'rash g'oyasini bizga nihoyat yaxshi aks ettirib beradi bu kitoblar. Undan keyin 83-yili yana bir qaytim turmaga solinadi va 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 12 do'sti bilan birlikda 14 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ammo saq 5 yil 5 oy yotgandan keyin türmeden chiqdi. Hamda turma hayotida deydi, yog'ochchilik korxonasida ishladim, keyin kana yo'llig'im qo'zg'alib qolgandan keyin bu yerdan chiqdim. Turma hayotida nurg'un kitoblarni o'qidim. Har kun har xil asarlardan 30-40 kitob o'qiy oldim. Mushu bo'yicha hisoblagan vaqtimda men turma hayotimda 50 ming betdan ko'proq kitob o'qidim deya olmayman. Ba'zi o'ylab qolaman, internet dunyoni o'zgartdi, hayotimizni o'zgartdi, nurg'un qulayliklarni olib ketdi. Ammo bizning hayotimizdan olib keldi, ammo bizning hayotimizdan nimalarni olib ketdi deb o'ylab qoldim. Masalan, men oldingi haftada Istanbulga bordim, bu jarayonda telefonim chetdan kirgan telefon bo'lgandan keyin taqilib qoldi, texnik o'ngshab bo'lamidigan bir muncha bek chiqib pul to'lab ochib ekanmiz, uni qilamadimiz. To'r yo'q, telefonning o'zim ishlamaydi. Telefon ko'rib o'tiray desam ko'ramayman. Poyezdda bag'icha, kagicha maktabni o'qib tugatdim. Normalda bu kitobningki tili ig'ir. Andin xelibak kuch ketadichi o'qib tushunishga. Qalli charchaydi. Agar men uyga kelib oxirida qolib qolgan kichikina yerni uyda necha kunda aran o'qidim, ammo men yo'g'on qismini shu poyezdda, yo'lda to'r bo'lmag'ach o'qib tugatdim-chi. Qanchalik vaqt men bunda huzurlanib, ko'z yoshlarimni to'kib, xotira yezib, mishildab o'tirib kitob o'qimag'ilay deb, anim bo'lsa telefonimni to'g'ri ishlamabdi ekan dedim. Poyezddagilar men qarab, men qizalni mig'jig'lab ketib olgandi dedi. Masalan, necha yana o'qiyotqich bo'lgan araliqda. Yani albatta turmini yaxshi demakchi emas, lekin shunda bir sharoitni o'ziga foydali narsaga aylantira olgan demakchi. Undan boshqa madaniyat inqilobi mezgilida bizningki til ustozlarimizdan, masalan, shu Maynur Hoji Yaqub, ayni zamondagi Abdurahim O'tkir,
Bu Xitoyninki klassik adabiyotidagi 4 dunyoviy mashhur asri bor, G'arbga sayohat, 3 podshohlik haqida qissa, Qizlar vaqtiki cho'sh. Bu kitoblar o'sha vaqtida Uyg'urchaga tarjima qilingan ekan. Xitoylarninki dangliq adabiyot tadqiqotchisi va Uyg'urchaga polni juda cho'ng bo'lgan birisi bor, Wang Ming deydigan. Buninki shu nimasida Qizlar vaqtiki cho'sh tadqiqoti bilan butun Xitoyda hozirgacha dangliq eng muhim xuddi Moyen Nobel adabiyot mukofotiga erishgan turib Xitoyda u qadar o'rni shuqram emas, ammo Wang Mingning o'rni bak shuqurchi Xitoy adabiyoti, shunday Xitoy jamiyatidagi. U shu Qizlar vaqtiki cho'shning tarjimasiga manda deydi. Agar deydi biz yoki savshu uchun shuning tarjimasini, Uyg'urcha tarjimasini o'qigan bo'lsa, o'zim men bu qadar go'zal bir asar yoza oldimmi deb hayron qolgan bo'ladi. Uyg'urcha tilning balog'ati, go'zalligi, fasahati o qadar yuksak darajada aks etgan deydi-ku. Ular shu go'zal emgaklarni, shu dunyoviy natijani turmidagi vaqtida tarjima qilib tayyorlagan narsalar. Demak, biz hammamiz bana bir narsani deymiz. Chet elda yashayotimiz, kun ko'ryapmiz, erkin nafas olyapmiz, vatanda bo'lsak, nima kunlarni ko'radiq, bu narsani hammamiz deymiz, bilamiz. Ammo bu kunlarning qanchalik har bir kuni, har bir iyi, har bir yilini nimalarni qilyapmiz? Bizdan keynimizni nima qilyapti? O'lmaslik, yashash, yoki bo'lmasa bu narsalar hech nimaga yozilmaydi. Tarix betiga yozilmaydi. Bizdan iz bo'lib qoladigini sadiqa jariya deymiz ya, avloddan avlodga davomlashmaydigan. Masalan, kitob. Bu odam ne zaman o'lib ketib bo'ldi. Ammo bugungi kunda biz o'qiyotimiz ya, ta'sirlanatimiz ya, bizning qalbimizda bir go'zal o'zgarishlar bo'layotdi. Mana ma'nosi sadiqa jariya. Masalan deymiz, voy mushundaq bir kishini yetishtirgan ota-onasidan Alloh razı olsun, ustozlardan Alloh razı olsun deymiz. Ashundaq yaxshi farzand yetildirish, yaxshi o'quvchilarni yetildirish, shogirdlarni yetildirish. Bu bizdan iz qolgan narsa. Bizningki chiroyli tizib qo'ygan dasturxonlarimiz, bizning chiroyli tamg'iz esib etgan narsalarimiz yoki bo'lmasa, kiyib olgan kiyimlarimiz mangulik qolgan narsa emas. Bizden iz nişan bo'lib qolgan narsa emas. To'g'ri, hayotlikda bizning avval o'zimiz kayfiyat jihatda uprab ketmay, ruhliq yaxshi turishimiz uchun yaxshi bo'lgan sharoit muhim. Chiroyli bir masalan uyimiz bo'lsa, kishilik aloqamizda chiroyli dasturxonlarimiz bilan o'zaro aloqamizni qilib ko'nglimizni ovundirsak, bizning umrimizning uzun bo'lishiga, salomatligimizga, ruhiy jihat sog'lom bo'lishimizga bu foydali. Kishilik aloqada bu normal bo'lish kerak. Ammo butun diqqatni, hamma narsani to'xtamay modaga, bir-birisidan cho'nglik tanlashga yoki uning qartib qo'yish, bu insonni xurtida va hayotida kendiki beqib qargan vaqtida hech nima qolmaydi. Endi o his qilyapmiz. Bu 30 yoshdan oshgandan keyin 30 yoshgacha vaqt mandaq do'ngi chiqqandek ost o'tgan bo'lsa, 30 yoshdan keyin shu xuddi do'ngdan tushgandek o'tib ketadigan. Bu haqda vaqt nazariyachilarning ayrim haqiqatan 30 yoshdan oshgandan keyin vaqt 30 yoshdan burunga qaraganda tez o'tadi deydigan bir nimalari bor ekan, hamda o nazariyani men tushunamadim, shuni bu yerda sizlarga deb beramayman. Ammo hozir bir hafta bir kundek, bir yil bir oydek o'tib ketayotganini his qilamiz. Qanday qilib vatandan ayrilgani 7 yil bo'lib ketdi, 8 yil bo'lib ketdi. Ma bolam tun quchqim dedi, bugun maktabga yurib ketdi. Manda o'ylayapmiz. Pullarning barakati yo'q. Nemishqa barakati yo'q. Qilgan ishimiz ozo'g'achqa barakati yo'q. Bu haqda manda bir tajriba olib borgan. Kinoga kirgich bo'lgan orliqda saqlaydi odamlar-chi. Kino kirgich bo'lgan orliqda saqlaydi. Ana qisdat bu taxminan 12 minut atrofida davomlashadigan bir kinochi. Kino buni ichida kirib birisi bu yerga kirgandan keyin 12 minut hech chiqmay jimli turdi, yenib chiqdi. Yana birisi 12 minutda bir munchalik bir budjetli filmdek bir narsa ko'rdi. Kirgich bo'lgan orliqdagi vaqt uqumini so'raydi, chiqqandan keyin so'raydi. 12 minut jarayonida kitob nima ko'rganlar? Vaqt tez o'tgandek tuyuldi, ammo vaqt masalan yarim soat yoki 45 minut atrofida o'tdi deb o'ylaydi ekan. Bir narsa ko'rganlar va o'sha vaqtda hujjatli filmdan qolib bir narsa his qilganlar. Vaqtning qanday o'tib ketganini bilmagani bilan bu vaqtda uzun bir vaqt o'tdi deb o'ylaydi ekan. Ammo yana bir hech qilmay to'g'ini
Belki 2-3 minut ötkende bana uzun tuyuldu deydi. Demek bizninki bu külle içinde nemişlerini kıla alışımız bizning hayatımızın uzun kısqalıqını belgileydigan amil. Nemişlerini kıla alışımız. Herkes bizning hayatımızın uzun kısqalıqını bizning yaşagan yıl sanımız emas. Şu ötküzgen vaqtlar içinde qanchalik iş kıla alışımız, yani özümüzün algıgan halatga qanchalik iş kıla alışımız belgileydi. Şunun için biz özümüz yaşagan bu chet eldeki evzelliklerden keşkiçi közümüzni qarangılıqqa, özümüz qılanmaydigan işlarga, yoki azap oqibatlarga qarab bilib, xuddi bu dunyoda to'g'ri dardimiz cho'ng, ammo bizdan boshqaning hammasi baxtli, bizli deb tasdiq qilgandek bu xil yashash hayotimizga nisbatan xoinlik bo'lib hisoblanadi. Şunun için bu xil insonlarningki hayotini o'qish, bu kitoblarni o'qish bizni bir silkindirdi. Qo'pa onundan deydi. O'lib ketadigan hayotda nimalarni qilishing kerak deydi. Bizning navbatga yashayotgan hayotimizga bir savol belgisi qo'ydi. Ondan keyin bu kishi nurg'unlagan o'zining leksiyalari bilan, xalq orasida elib borgan kurashlari bilan xalqaroda tonilishga boshlaydi. Bir musulmon lideri sifatida. Mana bir jumlasi bor, shadimabek ta'sir qilib yozibman. Deydi. Turkiya ham Yevropa bilan bir gavda bo'lishni xohlaydi. Ham kimligini qo'g'dimsi bo'lmaydi. Türkiye'ye o'xshash Bosniya Hersegovinamu Sharq bilan G'arb orasida ko'riklik rolini joriy qildirish kerak deb o'ylayman. Bosniya ikki kuchlik manbaga, G'arb kulturi va Sharq an'anasiga tayanmasa bo'lmaydi. Dal mushu masala Bosniyaliklar bilan turklar hal qilishi zarur bo'lgan asosli masaladir. Musafiratlik Uyg'urlar hal qilish tegishli asosli masala nima? Uyg'ur kulturi va madaniyati, milliy kimligi bilan diniy kimligini hech qachon bir-biriga zid emas. Bu ikkisini qanday qilib bir-biri bilan do'stona holatda tang elib mangalish masalasi. Bizdagi qutublashishga, bizdagi ayrilishga, bizdagi bo'linishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Har bir Uyg'ur mas'uliyatchanlik bilan, har bir Uyg'ur o'zininki mayli milliy kimligi, mayli diniy kimligi, mayli bir shaxsiy kimligi bilan millatning umumiy manfaati, vatanning umumiy manfaatini hammaning ustidan o'rin qo'ya olish kerak. Chunki vatanimiz hech nima bo'lmaydiganini ko'ryapmiz. Balamiz bo'lamdi, onamiz bo'lamdi, uyimiz bo'lamdi, dinimiz bo'lamdi. Bo'lmaydi. Miyatiga o'zimizni qaramayli, vatanga qarayli. Hech nimasi bo'lmaydi, hech nimasi. Shuning uchun vatanning manfaati hammaning ustidan qo'yilish kerak. Shaxsiy nom, obro'y, yuqorilik, ustunlik talashish, yoki manfaat ko'rishi, yoki shoy qilishish bu narsa emas. Vatanning manfaati hammaning ustidan o'rin qo'yilish kerak. Ali İzzetbegoviç 2003 yılı 10. ayının 19. günü vafot bo'ldi va Saraybodagi Kovashi shehidligiga dafn qilindi. İzzetbegovichning hayotida diqqatni eng tortadigan mana ikki asos nuqta bor. Birisi bu kishiningki o'zining bir shaxs sifatida intayin bilge, bilimlik deydi. Haqiqatan ruhiy dunyosi bir qassi tugamaydigan kandek ajoyib bir miyada bilge deb aptı yetuk bir kishi. Ondan keyin siyosiy jihatdagi liderligi. Tarixda bu ikki xil alayda sifatni tanglam o'zida mujassamlagan insonlar intayin oz deydi. Biz Ali İzzetbegovichning hayotini, men dedim-ku, masalan, biz hozirgacha shu Uyg'ur biografik adabiyotida, masalan, Xevir Tömürning asarlarini o'qidik. Baldur uyg'ongan odam, ya'ni shu Abduxoliq Uyg'urning hayoti aks ettirilgan. Ondan keyin Abdulla Talibniki Qaynam o'rkishi deymiz. Ona aqsdan Mahmud Kashgari degan kitoblar parachlangan. Bu biografik adabiyot bizning hayotimizda bizning tarixiy shaxslarimizni, biz ulgu oladigan güzel örneklerimizni bizning ko'z oldimizda namoyon qildi. Abduxoliq Uyg'ur olsun, Abduqodir Damulla olsun, Mamtli Tevfik olsun, Lutfullah Mutallib olsun. Bularni biz shu biografik asarlardan tonidik. Ve bu xil biografik eserler şu roman sifatida vaqaliklar bor, bizni hayajonga soladi, tili oddiy
Nayda yaxshi o'qib ketalaymiz. Ammo kitobni boya deb o'tib ketganimdek, bizningki bu ko'rgan bilgan biografik adabiyotimizdan farqli holatda o'sha kishining hayot tushunchisini xuddi ilmiy maqola yozgandek yozib chiqqan. Masalan, muqovis nimasiga qaraydigan bo'lsak, mundarijada deydi, ikki bölümge bölündü. Yani bay dedik o hayatının iki asasi yarqın noktası var. Birisi ideya ve düşüncesideki yetiklik, münevverlik, ilgarlık. İkincisi siyasi cihetteki liderlik. İki bölümge bölündü. Şu nimede bilim ve iman düşüncesi Ali İzzet Bigoçu'nun. İslam ve ahlak yani. Ali İzzet Bigoçu G'arbninki danlıq feylasuflarının vekil karakterlik nurgun eserlerini okup tüketken. Ben aldığım kitap tavsiyelerinde Zulfikar Barat Özbaş'ınki Cemiyet Nesler Nimdeydi degan kitabını tavsiye qildim. Aşınında her bir dünyavi iqimlarga ta'sir ko'rsatgan, şu iqimlardagi naytli ulgulik bo'lgan feylasuflar va ularning kitoblari haqida qisqa uchur berib o'tib ketdim. Shu kitobni cho'qim ko'rib yiqinglar. Bizningki ideya tushunchamizni ishlab tutgan pozitsiyamizni ko'p qirlashtirdi deb. Shuningda Kantni tilga olgan, axloqqa İnsanın əxlaq kimligiga bo'lgan tushunchalarini cho'nqurlashtirish uchun dunyodagi axloqshunoslikda nihoyatda dangliq ta'sir ko'rsatuvchi Kant bor. Kantninki nazariyalarini o'qish kerak deydi. Men hayotimda kommunistning kitoblarini o'qidim, ateistlarning kitoblarini o'qidim, g'arbning kitoblarini o'qidim, anga Kantning kitoblarini o'qidim deydi. Shunga islom va axloq tushunchasimi bek muhim. Tashabbuskorligi, inson markazlik tushunchaları, onun kültür ve medeniyet düşünceleri. Manında kültür ve medeniyet degeni nimedimi bek inin qarıydı. Mesela İngilizce'de kültür degeni culture. Ma bu medeniyet degeni civilization deydi. Bunu Xitaylar qanday ayrıydı dese, Wenhua, Wenming dep ayrıydı işkini, kültür bilen medeniyetni. Manda zağırtıl boyçil dese kültür an'anadan şekillenip kelgen burun ata-bobolarimizga, mesela bizim kiyim-kechak kültürümüz, yemek-içmek kültürümüz deganlar, vatanda o'xshash oldik madaniyat deb olgan. Yemek-içmek madaniyati, san'at madaniyati u bu deb olgan. Keyingi kunlarda Abduqodir Jaloliddin dastlab kitobda ishlatdi, kültür degan so'zni, o'zini izlash bosog'i degan kitobda ishlatdi va undan keyin biz buni ilmiy tillarga kirgizdik. Kültür deganni hozir Uyg'ur adabiy til lug'atiga kirdimmi, Uyg'ur til lug'atiga kirdim-kirmadim bilmayman kültürni, lekin kültür rasmiy ishlatiladigan Uyg'ur til qatoriga kirdi. Shunga kültür an'anaviy jihatdagi şu culture degan narsa şu, ya'ni Wenhua degan şu madaniyat, civilization, yani shaharlash. Masalan, bugungi kundagi madaniylashgan u bu degan ishlatiladigan so'zmi shu. Mush ikkisi o'rtasida ko'z qarashlarmi? Va undan liderlik degan bo'limda g'oyalik va faoliyatchan kishi, lider bir kishi, erkin ruh va jasur yurakli bir kishi, axloqiy va aqliy siyosat, adolat va keng qo'saqliq, umid va ilhom manbasi, sabr va tavakkul. Bu kişinin hayatıdan, teşebbüslerinden biz bir sağlam Müslüman, sağlam köreşçi qanday bo'lganligini his qila oladiganmiz, ko'ra oladiganmiz. Mesela bilim ve iman tushunchasidagi menga ta'sir ko'rsatgan nuqtalarini o'qib beray. Manda deydi. Yani kitapni çoğum tanlab o'qish kerak deydi. Şu kitap tavsiyasini men shu nuqtadan chiqib turib, insonlarning ochiq vaqti yo'q, kitap o'qib suzgidek vaqti yo'q. Men kitap tavsiyasi nimiz qilay deb to'xtamay kitap tavsiya qilyapman bugunga o'xshash. Bek ko'p kitap o'qish bizni zirak qilmaydi. Ba'zi kishilar kitapni mundaq o'qib qo'ydi. Asarlarning chechaklardan asal yig'ishi, mehnat va vaqtga ehtiyojli bo'lgandek, kitap o'qishmi o'qiganlarni tatbiqlashni talab qiladi. Ya'ni to'hpiga aylantirishni talab qiladi. Har narsaning zakti o'z jinsidan deydi, pulning puldan, bilimning bilimdan. Şunun o'xshash o'qigan kitoblarimizninki zaktini beray deb men tavsiya qilyapman, shunga o'xshagan hamda. Undan keyin kültür va madaniyat haqidagi o'tirib qo'ygan ko'z qarashlari shundaq men hech bilmaydiganman bu nuqtalarni. Masalan, bir yani o'qib beray. Kültür va madaniyat bir-biriga o'xshamaydigan ikki dunyoni aks ettiradi. Kültürning to'shig'ichisi shaxs, madaniyatning to'shig'isi bo'lsa jamiyatdir. Masalan, men bilgan uchamda bir kültür to'shib turibdi. U kültür nima? Atlas. Kültürning maqsadi kishining o'z doirasidan xalqib chiqib, o'zi ustida kuchayishi, madaniyatning maqsadi bo'lsa, ilm-fanning tabiat ustida kuchayishidir.
Mesela bundan misal alsak, öz dairesini alıp çıkıp özü üstüde küçüğüş. Mesela çok kültürlü bir şahıs deydi o. Yani öz-özünü, içki bir ruhi dünyasını beyitkan, özünün özüge has olgan. Mesela bizning davatkan milliy kimlikni saqlab qalamiz, davatkanlarımız muş her bir kişinin qalbidagi aşı kültürünü en süpetlik bir şekilde bir Uygur seviyesiga ekiliş için tirişayotgan narsadan ibaret. Onun için kitap okuş hakkında okuş teşebbüsü acayip. Manda deydi. Tunca nazil kılınan iqra sözüde güçlük bir çaqırıq. Kişinin sırtqı dünyanı tədqiq qilish kerakligiga dair bir ta'kidlash bor. Ammo sırtqı dünyanı tədqiq qilish, öğrengen bilimlarni üst-üstlab sig'dab qo'yish deganlik emas. Bu yerdan sırtqı dünya qarta quloqni panqililish deydigan ma'no texmi chiqmaydi. Bunun ichida iroda, istak va tirishchanlik bor. Mana bu iqraz degan so'zning haqiqiy dindarlar izohlaydigan ma'nosi va tutadigan pozitsiyasi. Chunki oyat mundaq davom qiladi. Yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qi. Unda bo'lsa, o'rganish cho'nqur yildizi bor tafakkur. Allohning dunyodagi mo'jizalarini o'rganishga tirishish deganlikdir. Bular islom kulturining ham o'tmishdagi, ham kelgusidagi aloyidligi. Biz ko'rayotgan dunyo yolg'iz tabiatli emas. Allah tərəfindən yaratılған mükemmel bir sənət əsəridir. Bu kitabni o'qish jarayonida men xotir qoldirib o'qib, o qadar jiq shu yezib ketdimki, yana bir muhim nokta var. Biz emniyetçi biz uçuravatkan nurgun kıyınçılıklar bağımmış. Kıyınçılıklarının hemisi yalnız bizge has oğanlı nerse emas. Her bir küreş kılıvatkan, her bir özünki mevcutluk için, özünün müstakillik için, meyli şahsi müstakillik, meyli vatan müstakillik, meyli milli müstakillik olsun. Bunun için küreş kılıvatkan insanların hemisi uçurgan ortak mesele. Ortak mesele. Fakat rəxnin rengi fark qilgandek lam, hemisi oxşaş rəx, birisi aq, birisi qara degandek, bizning kimligimizda farqlanadi, ammo qiyinchiliklar asosan o'xshash. İslamning muxlislari kimdir deydi. Mushu yerda bek güzel bir cümlesi bor ekan, to'q, buni o'qib beray. Hayotni faqat din va duodan iborat deb qaramasdan tirishish va ilm-fan bilan qurollandirish kerakligini yoqalaydigan. Dunyo tasavvurida ibodatxona bilan korxonalarning mos qadamda bo'lish kerakligiga qo'shiladigan. Qo'shilib qolmasdan talab qiladigan. Insonlarga ta'lim-tarbiya berishni muhim o'rin qo'yib olmay, ularning dunyo hayotiga osoyishlik tug'dirish kerak deb başqa turadigan. Shundaqla bu ikki nishonni bir-biriga zidlashtirib qo'yishga hech bir bahona sabab yo'q degan fikrdagi kishilar islomning muxlislaridir. Ondan keyin islom faqat kiyim-kechakdan iborat emas. Islom faqat muhim bo'lgan 5 amalni ijro qilishdan iborat bir narsa emas. U bizning hayotimizga har bir tiniqimizgacha, o'y-xiyollarimizgacha, qilgan qarorlarimizga ta'sir ko'rsatadigan bir yashash shaklidan iboratdir deganni teşebbüs qiladi. Ondan axloq tushunchasi haqida qisqa deb o'tib ketay, chunki axloq tushunchasi bek o'zgacha. Ya'ni bizningki biz qanday qilamiz? Jiqonlarda kishilarningki erkaklariga qarab baho beramiz. Masalan, voy palonchininki qizi pistonchi mundaq turibdi, oyat mundaq qilibdi. Voy qori turib, shu ta bijmilni kiyib olibdi. Pistonchi qizni mundaq qilib beshni ichitibdi. Palonchi xini manda degan bilan mandaki degandek kishining axloqiga, sirtqi gaplariga baho berayotgan vaqtimizning o'zida biz o'zimizning eng chong axloqsizlik, ya'ni g'ayvat qilayotganlikni iborat bir narsani taqdishiga olib qo'yamiz. Har vaqt aynaklarimiz haqqa qartilgan, o'zimiz bir qatamanda qarab, nada chopqin bor deb o'zimizga qarab baxmaymiz. Axloq bizni odam qilib turgan narsa axloq deb qaraydi. Mana deydi. Hayvonlar ba'zi qobiliyatlari jihatdan insonlardan ustun turadi. Bir it egisining o'rmanda yo'qolib ketish ehtimoli, bir it egisining o'rmanda yo'qolib ketish ehtimoli, itning yo'qolib ketish ehtimolidan
yuqorroq bo'ladi deydi. Hayvanlarning ko'pinchisi ovlashda insonlardan moyil keladi. Ba'zi hayvonlar nizam, tizlik, tashkillanish, ish taqsimot qatorliqlarni biladi, ammo axloqni bilmaydi. Chunki axloq yaxshilikning rivojlanishi, yomonlikning yo'qolishi uchun erkin va ongli tanlashni shart qiladi. Bir jamiyatda qonun orqali tuzlanmagan narsani axloqqa murojaat qiladi. Masalan, bizde ota-onangni bakmasan, anda qilitimi, manda qilitimi, yak anda qildim deb qonun bir narsa bormi? Yo'q. Ammo axloq tushunchimizda va jamoatning axloqiy nazoratlari ostida ota-onamizga o'zimiz yaxshi ko'rib, Allohdan savob izlab vafodorlik ko'rsatish bilan bir vaqtda yana ba'zi kishilar hammadan o xil angliq, o xil saviyani kutib ketamiz-ku, kishilarninki bir toplumning nazorat kuchidan ansirab, masalan, normalda kichik o'g'il shu uyda ota-onasi bilan birga yashaydi-ku, uy yarib chiqtay desa, xaqnim deb qala, ota-onasidan ayrilib uy yarib qopti, ota-onasini boqmabdi deb qoldi deb uy yarmaydiganlar bo'ldi. Biz an'anaviy yasham shakliga qarata deyaptimi? Masalan, shu qonun hal qilinmagan masalalarni axloqning hal qilishi. Ma'u jumlani yana bir ta'kidlab o'tay. Axloq yaxshilikning rivojlanishi, yomonlikning yo'qolishi uchun erkin va ongli tanlashni shart qiladi. Axloq bizning qarorlarimizda, bizning tutgan yo'llarimizda, og'zimizdan chiqqan gaplarimizni tanlashimizda, olgan qadamlarimizda shu Wi-Fi taqatgandek yoki nur taqatgandek yoki bir qorong'ulikdek bizning kimligimizni, kishilar orasidagi obrazimizni shakllantirib turadigan narsa shu. Hayvonlarning bunda tanlash irodasi yo'q. Chunki bularda ongmi yo'q, hurlikmi yo'q. Ular tamamen gunohsiz hisoblanadi. Ammo axloq bu emas. Axloq faqat insonlarga xos. Tabiati bilan axloqsizlikmi insonlarga xos. Manfaatchilik axloqini aql bilan barpo qilish mumkin. Ammo o'zini qurbon qilish, fidokorlik axloqini, ya'ni haqiqiy axloqni faqat aqlga isnod qilish imkonsiz. Nurg'un kishilar bor. Ular o'zlarini haqiqiy dindor deb qaraydi. Hatto boshqalarga dindan ta'lim berdi. Ammo ularning qilgan ishlari qaraydigan bo'lsak, harakat va yurish-turishlari axloqqa tamoman zid bo'lgan materialistlarga o'xshaydi. Dal aksicha, ideya jihatdan materialist ba'zi kishilarmi o'z amaliyotida har turli fidokorlikqa jon deb yugurishga va boshqalar uchun bedel to'lashga tayyor turdi. Yetik ziyoli va diyonatlik mutafakkirlarning aqlini qaymoqtirayotgan g'alati insoniy komediya dal mushu chigishlik va uyg'unsizlikdan tug'ildi va rivojlandi. E'tiqodimiz bilan harakatimiz o'rtasida avtomatiklashtirish prinsipi yo'q. Harakatimiz, axloqimiz, ongli tanlashning yoki hayot falsafasining funksiyasi emas. U falsafaviy yoki siyosiy tanlashning bir asari bo'lishdan bekrak bolalikdagi tarbiyaning va qabul qilgan tushunchaning mas'ulidir. Saxta axloqning sufti bo'lgan ikki yuzlimchilik doim haqiqiy axloqning qimmati haqida va'zxonlik qiladi. Ayollarning ishpiti, nomusi yoki bo'lmay qolsa, shundaq sharmiy hayosi haqida tom-tom roman yozadigan yozuvchilarning qamlashgan bir ayolni ko'rgan vaqtida shunday ko'zini baqirtib, tamakisini shu kindikicha sho'rab ketishlari, mana shundaq saxta axloqning natijasi. İki yüzlümçilik hamma kishidan axloqqa uyg'un ish qilishni umid qilishi yoki talab qilishining namoyon bo'lishidir. O'zidan emas, haqdan talab qilishi axloqdagi ikki yuzlimchilik deydi. Boya bizda o'tib ketgan tuxum. Hamma odam yaxshilik qilmasligi mumkin. Ammo hamma odam yaxshilikka intilsa va yaxshilikni so'ysa bo'laveradi. Nurg'un kishi tengsizlikni isloh qilishga to'yib qo'shanmasligi mumkin. Ammo har bir inson o'zi yoki boshqalar uchirgan nohaqchilikni so'ksa, uningdan nafratlansa bo'laveradi. Axloq sharkatning o'zida emas, balki insonning to'g'ri, durust yashash orzusida, irodasida, tirishchanligida o'zining nijotlik uchun qilgan ko'rishid ifodasini topadi. Mukammal, ayb nuqsonsiz bo'lish insoniy bo'lishga yotmaydi. Balki xatolik sodir qilib selish va xatolikni sezgan amon tövbe qilish insoniyatga texim yaqin bo'lib, uni texim yorqin aks ettirib beradi. Bu kitobni bunda o'qib kelsam, bak yurakni bir jizzida qog'ozg'idek misollar ko'p. Bir oxirida bir narsani mana deydi.
Biz Allah'ın huzurida niyetlerimizden soralımız deydi. Niyetlerimizden soralımız. Ve ahlak mı? İnsanın niyetini niyetinden soraydı deydi. Mesela bir uyga o't ketdi. Men bu uydagilarni qutqizaman deb yugurib o'tga kirdim. Ammo ko'tarib chiqqan vaqtimda islanib, o'lab qolgan bir odamni ko'tarib chiqqan bo'lsam, men bu yerda uni tirik holatda qutqizamidi deb bu kishining o'limidan so'ralmayman. Balki o'zimning niyatimdan, ashuni qutqizib olay degan niyatim sababli men axloqli bir kishi hisoblanaman deydi. İşlarning natijasidan emas, biz o'zimizning niyatlarimiz va niyatlarimizga yarasha imkoniyatlarimiz doirasida qilgan harakatlarimiz orqali mukofotlanamiz yoki jazolanamiz. Allohning adolati, Allohning bizga ko'rsatgan marhamati o qadar cho'ngki, masalan, deydi-ku, bir yomonlikni ko'nglimizga pukib, qilmasak bir savob yozildi. Bir yaxshilikni ko'nglimizga pukib qilmay qolgan bo'lsakmi, uni qilgandek o'xshashli amal daftarimizga yoziladi deb. Bizning niyatlarimiz bizni ikki yuzlimchi qilib turayotgan yoki turmayotgan bir narsa. Niyatlarimiz bilan amallarimiz bir nuqtada uchrashyapti. Bu bek muhim narsa. Bu kitobni hammalarga cho'qim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Kitobning tili va mazmuni bir qadar og'ir, chunki bu kishiningki tafakkur qilishiga, tushunchilariga va uning tafakkuriga murojaat qilgan bir kitob. Shundaqla hammamiz bir musulmon, bir uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan navbatga uchrayotgan qiyinchiliklarimiz va krizislarimiz haqida jiddiy o'ylanishimiz kerak. Nimalarni qila olamiz, shunga qarshimiz kerak. Boy dedi-ku, hammadan yaxshilik qila olish notayin, lekin yaxshilikni suysa va tashabbus qilsa bo'laveradi. Bizning qilinmaydigan bakchiq ishlarimiz bor. Biz hozir orzu qilayotgan ishimizningki nurg'unlarini qilolmaymiz. Hozirning o'zida. Ammo niyatimiz-chu, niyatimiz shu yo'l bo'yicha menish kerak. Shu yo'l bo'yicha menish kerak. Masalan, Uyg'ur xalq cho'chaklarida shunday mazmunlar bor. Masalan, bir shahzoda yoki bir yigit uxlaydi, tushida nihoyat go'zal bir sahib jamolni ko'radi. Bu sahib jamolni tushida ko'rdi. Reallikda bormi yo'qmi bilmaydi, ammo buni izlab qanday qiladi? Yo'lga otlandi. Bu sahib jamolni izlab. Nerlikini bilmaydi. Qaysi yo'lda menishligini bilmaydi. Hatto bu tushida ko'rgan sahib jamol haqiqatan reallikda bormi yo'qmi, uni ham bilmaydi. Yo'lga chiqamdi, chiqdi. Yo'lga chiqqan daqiqada oldida ikki yo'l uchraydi. Birisi bas kelmas yo'l, yana birisi bas kila yo'l. Uchinchisi chiqadi. Ya kila, ya kelmas yo'l, bas. Demek bunu da bas kelmas yo'lni tanlagan kishi o'zininki shu nimasiga yetalaydi. Vasliga eng oxir bu yo'lda divilar bor, nurg'un jidalqidek urush, kurash, nurg'unlagan qurbonliklar, fidokorliklar bor. Ve en ahırda bu sahip cemalını tapudu. Baz kile yolu bilen emez. Baz ya kile ya kemmes yolu bilen emez. Baz kemmes yolu bilen tapudu ve kayıtıp kelip özününki bu düşüdeki aşı kişiye kana kıldı. Şunun vesli didar küllerge oluşalaydı. Bizninki közümüzge hiç mümkün olmayacağındek görünüyatkan nesle biz del aşında bazı kemmes dep insanlar vay bu undaq mandaq akıllık biz akılsızdek. Özü bek dindar biz dinsizdek. Özü bek bilimlik biz bilimsizdek. Özü bek tecrübelik biz tecrübesizdek görünüp toxtamay beşimizde qazılık qılıp andaqımı mandaqımı yaygımız köyüngen bir siyaqda bizninki tanlagan niyetimiz avval to'g'ri ve halis bolsun ve yolumuz aqli bo'lishga tirishayli. Şu yolumuzda qandaq nima chiqsin, shu manga yo'limiz yanmagan vaqtimizda biz bu visal kunlariga ulisha oladiganligimiz aniq. Dunyo tarixini ko'proq o'qish kerak. Tarixdagi o'zgarishlarni o'qish kerak. Yer sharining tarixini o'qish kerak. Bu narsalar bizni bugungi kunda uchrayotganlarimizning faqat o'li deb o'tib ketgan holatki dunyoning bir nafsi, bir tiniqidagi bir jarayon ekanligini bilish kerak. Bilishimiz kerak. Bu bizga umid ato qiladi. Bu bizni ümidsizlik patlıqından qutuldurup çıkады. Kitap okuş bizninki çürüp ketayotgan ideyarimizni, kallamizni, sesiq ko'ldek tinib qolayotgan ruhimizni qaytadan pokizlaydigan bir jarayon. To'g'ri kitobni tanlab o'qish, to'g'ri kitoblarga murojaat qilish va tafakkur qilib turib o'qish bizning hayotimizni navbatdagi
tushkunlikdan, navbatdagi biz uchrayotgan umidsizlikdan umid qirg'oqlariga elib chiqadigan yaxshi bir yo'l deb qarayman. Bugungi kitob tavsiyasi mushakcha bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga omonat, keyingi salat ko'rishaylik.